2.4 motorda ko'p odam so'radi yana do'stlar, sizlar Captiva 4'imizni 2.4 motoruna mashinamizga qaranglar, ideal sostenada. Mashinamiz Captiva 4 2018-yil bo'ladi, yili. 4 tane balon toza qo'yilgan do'stlar. Haduv sistemalar ham meri chotki holatda bo'lib turibdi. Tonirovka ruxsatlari, yo'q, ruxsati yo'q, tonirovka ruxsati yo'q. Polirovka, himsiga hamma o'zi tayyor turibdi mashinamiz. Olib orqaga minaverasiz. Yani balonlarni e'tibor etasizlar, balonlar ham toza qo'yilgan. Mashinamizda hech qanday kemiz kudugi yo'q yana do'stlar. Chotki bo'lib turibdi hamma. Rollarına qaranglar, ideal sistemada. Probeklari bor yo'q, hali 83,5 ming bo'pti. Shuni holatda yani. Lyuklari, konditsioneri hamma ishlab turibdi. Mashinamizda plus do'stlar metan ham qo'yilib turibdi. Mana qaranglar, 30likdan 4 tane metan ham qo'yilib turibdi. Xohlasangiz alt turib, pesini qo'yasizlar, sidralarni qo'yib turib, 7 odamlik atib ham haydab berasizlar. Mashinamizda hech qanday kemiz kudugi yo'q. Bir damchi kraskasi yo'q do'stlar mashinaning. Hech yerinde bir qirchiq ham yo'q hattoki. Moshni holatda bo'lib turibdi yani. Libo portu perverkeye teşkirtirib olaverasizlar mashinani. Hech yerinde kemiz kudugi yo'q mashinada. 2018-yil Captiva 4 2.4 motor bo'ladi. Metani bor, 4 tane 30likdan metan qo'yilib turibdi. 4 tane balon ham toza qo'yilib turibdi do'stlar. Umuman kemiz kudugi yo'q. Tonirovka ruxsatini xohlasangiz kelishsak, buni ham olib beramiz. Bo'lmasa o'zingiz to'lab olaverasizlar. Kimga ma'qul kelsa do'stlar, pulini 195 ming so'm etib qo'yamiz. Ustida ozgina yana kelishib beramiz. Barter, kredit, umuman farqi yo'q. Ikkinglar libo mashinalaringizni berasizlar, ustini pulini to'ldirib olib ketaverasizlar. Qimmatroq mashina bo'lsa o'zlaringiz pulni beramiz, haq qilamiz. Kimga ma'qul kelsa 2018-yil Captiva 4'imiz bo'ladi yana. Telefon uraverasizlar 91 dan 984 84 83.